Intime taqdim etadi. Bolaligingizda ular sizga dunyo nima ekanligini va siz bu dunyoda yashashingiz uchun devorlarga boshingizni urmaslikka harakat qilishingiz kerakligini aytadilar. Ammo bunday hayot qo'rqinchli darajada cheklangandir. Agar siz birgina oddiy narsani tushunsangiz, hayot yanada yorqinroq va qiziqarliroq bo'lishi mumkin. Atrofingizni o'rab turgan hamma narsani, ya'ni siz hayot deb biladigan hamma narsa sizdan ko'ra aqlli bo'lmagan odamlar tomonidan yaratilganligini tushunsangiz, bularning barchasini o'zgartira olasiz. Ko'p narsalarga ta'sir ko'rsatib, o'zingiz nimadir yaratishingiz mumkin. Odamlar esa siz yaratgan narsadan foydalanishadi. Asosiysi hayot o'zgarmaydi, uni shunchaki yashab o'tish kerak degan fikrdan xalos bo'lishingiz kerak. Aksincha hayotni his qilish, uni o'zgartirish, o'z izingizni qoldirishingiz mumkin. Men o'qishimdan ma'no ko'rmaganimdan keyin, yarim yildan keyin o'qishni tashladim. Nima qilishimni bilmas edim va kollej buni tushunishimga qanday yordam berishini tushunmas edim. Avvaliga men juda ham qo'rqqan edim, ammo hozir ortimga nazar solsam, bu mening hayotimdagi eng yaxshi qarorim ekanligini tushunaman. Agar men o'qishdan ketmaganimda, kalligrafiya kurslariga bormagan bo'lar edim va kompyuteringizda hozirgi grafika bo'lmagan bo'lar edi. Kollejdaligimda hamma nuqtalarni bir joyga jamlay olmagan bo'lar edim. Ammo oradan 10 yil o'tib, hammasi suvdek ravshan bo'ldi. Nuqtalarni faqatgina oldinga qarab jamlay olmaysiz. Siz faqatgina ularni ortga nazar solganingizda jamlay olasiz. Endi faqatgina kelajakda bu zanjir yopilishiga ishonish kerak xolos. Shunchaki Xudoga, taqdirga, nimaga bo'lsa ham ishonish kerak. Vaqt o'tishi bilan nuqtalar jamlanishiga ishonishlik o'zingizga bo'lgan ishonchni ortishiga yordam beradi. Agar hayot sizni chalkash so'qmoqlarga boshlab ketsa ham, ishonch sizni bu vaziyatdan olib chiqib ketadi. Mening omadim keldi. Men o'zimga kerak bo'lgan narsani 20 yoshimda topdim. O'z ishimga bo'lgan muhabbatgina meni oldinga undayotganiga ishonar edim. Inson o'z ishini sevish kerak. Sababi umringning juda ko'p qismi ishing ustida o'tadi va hayotdan chinakamiga rozi bo'lish uchun har bir inson o'zi buyuk deb bilgan ishni qilish kerak. Har bir ishni buyuklik darajasiga ko'tarish uchun esa qilayotgan ishingni sevishing kerak. Agar siz hali sevgan ishingizni topa olmagan bo'lsangiz, uni qidirishdan charchamang. Inson o'z sevgilisini topganini his qilganiday, buni ham his qiladi va har qanday yaxshi munosabat singari bu munosabatlar ham yillar o'tib mustahkamlashib boraveradi. Shunday ekan, uni topmaguningizcha to'xtamang, qidiring. 17 yoshimda bir iborani o'qib qoldim. U yerda agar har kuningni oxirgi kun deb hisoblab yashasang, kun kelib haq bo'lasan. Bu so'zlar mening yuragimni teshib o'tdi. Va men 33 yildan beri har kuni tongda ko'zguga qarab o'zimdan so'rayman. Agar bugun hayotimning so'nggi kuni bo'lsa, bugun qilmoqchi bo'lgan ishlarimni qilgan bo'larmidim deb. Agar men 2-3 kun davomida o'zimga yo'q deb javob bersam, demak, zudlik bilan hayotimda nimanidir o'zgartirishim kerak ekanligini tushunaman. Har daqiqada o'lishing mumkin ekanligini tushunib yashash hayotda muhim qarorlar qabul qilishingga yordam beradi. Axir o'lim oldida hayotdagi barcha narsalar o'z qiymatini yo'qotadi. Birovlarning fikri, manmanlik, uyat, qo'rquv bular ahamiyatsiz bo'lib, faqatgina eng asosiy bo'lgan narsalargina qoladi. O'limni yoddan chiqarmaslik yo'qotishing mumkin bo'lgan narsalarning qo'rquvidan seni xalos qiladi. Bugun siz yangisiz, yoshsiz, biroq vaqt o'tib, yo'ldan olib tashlanish kerak bo'lgan eski, qari narsaga aylanasiz. Vaqtingiz cheklangan. Shu sabab uni birovlarning hayotini yashash bilan o'tkazib yubormang. Birovlarning qarz qopqoniga tushib qolmang. Birovlarning fikri bilan yashamang. Birovlarning shovqinli ovozi sizning ichki ovozingizni yo'q qilishiga yo'l qo'ymang va eng asosiysi, o'z qalbingizga, hislaringizga quloq solishga jur'at toping. Negaki ular siz nima uchun yaratilgan ekanligingizni bilishadi. Qolgani esa muhim emas. Telbalarga, yakkaxonlarga, isyonchilarga, doim to'dadan ajralib turadiganlarga, dunyoni boshqacha ko'radiganlarga shon sharaflar bo'lsin. Ular qoidalarga amal qilishmaydi.
ular qotib qolgan narsalarni tanqid qilishadi. Ular haqida gapirish mumkin. Ular bilan bahslashish, ularni maqtash yoki la'natlash mumkin. Ammo ularni rad etishning iloji yo'q. Negaki ular o'zgarishlarni olib kelishadi. Aynan o'shalar insoniyatni oldinga siljitishadi. Mayli, kimlardir ularni telbalar deyishsin. Biz esa ularni daholar deb ataymiz. Axir faqat telbagina dunyoni o'zgartirishiga ishona oladi va o'zgartiradi ham.